Ota-onami, yaqinlarimi 2026-yil Hikmat Travel orqali avgust oyiga yoki sentyabr oyiga umra safariga jo'natmoqchiman. Narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz videomiz oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bizni qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib qo'ysalaring, xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsalaring, har kuni qo'yayotgan yangi videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli aka, biz obunachilar uchun xudo xolasa aka narxlarni tanishtirib bersiz, qanaqa bo'lyapti aka, to'lov masalasi qanaqa, shart-sharoitlari qanaqa aka borishgandan keyin? Xo'p bo'ladi. Farg'onadan 29-30 avgust kuni reysimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Toshkentdan deyarli avgust oxirigacha har kuni bor. Bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin, aytgan chistlovlaringdan aloqaga chiqaveringlar. Toshkentda narxini $965 qilib beramiz. Toshkentdan sentyabr oyiga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun 4-sentyabr kuni bor, 5-sentyabr, 6, 7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni ham narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Namangandan sentyabr oyiga reyslarimiz qo'yilgan. Ularning kuni 3-sentyabr, 10-sentyabr, 24-sentyabr va shu 3, 10, 17, 24-sentyabr kunlari ekan. Namangandan buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib, shu nomerlar Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Aloqaga chiqib joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Zo'r. Endi aka, sizlar to'lov masalasi qanaqa bo'ladi? Xo'p, to'lovlarini xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimizning manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasam shu nomerlarda Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Onlayn joylarni bron qilsa ham bo'laveradi. Aloqaga chiqsa o'zimiz tushuntirib beramiz, xudo xolasa. O'zlariga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, to'lovlar amalga oshirsa bo'larkanda bemalol. Aha, sharoitlari qanaqa endi aka borishgandan keyin? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gостиницаlarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Joylashuvlari 4 kishilik, 5 kishilik joylashuv bo'ladi. Ayollar alohida, erkaklar alohida. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. 50 boshlar aeroportdan iloji boricha birga borib birga kelishadi. Firma tomonidan kamsiz so'mga bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylarini bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa telefon qilsalaring yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, umra safariga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga videoni yuborib qo'ying. Albatta qolganlarga ham foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.